Assalomu alaykum. Zamonaviy bozor sharoitida mahsulotlar turlari tobora kengayib bormoqda. Bunday holatda iste'molchilarni soxta mahsulotlardan himoya qilish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan raqamli markirovka tizimi muhim o'rin tutadi. Raqamli markirovka nima? U qaysi mahsulotlarga tatbiq etiladi va mazkur talablarni buzgan tadbirkorlarga nisbatan qanday javobgarlik belgilangan? Muhim savollarga javoblarni navbatdagi Blitz intervyu doirasida Yangi texnologiyalar ilmiy axborot markazi bosh mutaxassisi Muslimbek Duyshanovdan eshitamiz. Muslimbek, studiyamizga xush kelibsiz. Endi bu ibora bugun tez tilga olinadigan bo'ldi. Markirovka. Ayniqsa soliq idoralari xodimlari orasida bu ibora tez ishlatiladi. O'zi markirovka nima? Soliq tushumlariga uning qanday daxli bor? Mana shular haqida oddiyroq xalqimizga tushuntirib bersangiz. Markirovka atamasi avval ham ishlatilardi. Keyingi vaqtlarda haqiqatan siz aytganingizdek soliq idoralarida markirovka atamasi ko'p ishlatilganligini sababi 2023-yildan boshlab bir qator mahsulotlarga markirovka kodlari rasmiy tarzda o'tkazilishi joriy etildi. Jumladan alkogol mahsulotlari, pivo, tamaki mahsulotlari, suv va salqin ichimliklar, dori vositalari va tibbiy buyumlar hamda maishiy texnika mahsulotlariga bugungi kunda markirovka kodlari talabi o'rnatilgan. Markirovkani asosiy muhim jihati shundaki, tadbirkorlik subyektlariga, jumladan xaridorlarga nima yengillik beradi. O'zlari xarid qilayotgan mahsulotlarini qalbaki yoki haqiqiy ekanligini, uni amal qilish muddatini ishlab chiqaruvchidan boshlab to iste'molchiga qadar yetkazib berish bilan bog'liq shu zanjir kabi ma'lumotlarni aniqlaydi. Bundan tashqari yashirin iqtisodiyotni oldini olishga, kontrafakt mahsulotlarni aniqlashga imkon beradi. Tushunarli. Endi markirovka deganda biz oddiyroq qilib tushunadigan bo'lsak, bu mahsulotning haqiqiyligidan dalolat beradi. Qolaversa, soliq tushumlariga bevosita ta'siri bor. Shu ikki muhim masala bugungi mavzumizni tashkil etadi. Shu nuqtai nazardan mana siz aytyapsizki, bu zanjirni tashkil qiladi va birinchi sotuvga chiqargan odam bu haqida ma'lumotga ega bo'ladi, o'z mahsulot sotilayotgan. Lekin shunga qaramasdan bugun ko'cha-kuyda, ayniqsa mana shu ko'chalarda suv sotayotgan yoki shoshilayotgan paytingizda suv olayotganingizda shu markirovkalar ayrim joylarda hisobdan o'tmayapti-ku. Bunaqa holatlar ham bor-ku, to'g'rimi? Albatta siz aytganingizdek, shu kabi holatlar uchraydi, lekin aslida amaldagi qonunchilikka asosan sotuvchi tomonidan markirovka qilinadigan mahsulotlar realizatsiya qilinganda maxsus qurilmalar, ya'ni 2D skaner qurilmalari orqali mahsulotdagi markirovka kodi o'qitilishi, aniqlanishi va cheklarda ham markirovka kodlari ko'rsatilgan holda chek shakllantirishi zarur. Bu kabi holatlar, ya'ni siz aytganingizdek cheklarda yoki chek bermaslik, markirovkani maxsus qurilmalarda 2D skanerlardan o'qitmaslik holatlari tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy jazo choralari qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Va bunday holatlar bor, to'g'rimi? Aslida moliyaviy jazo choralari qo'llanilishini oldini olish maqsadida dastlab tadbirkorga 2 marta ogohlantirish xati ham yuboriladi. Agarda shu kabi holatlar ogohlantirish xati yuborilgandan keyin ham davom etadigan bo'lsa, tegishli tartibda ularga moliyaviy jazo choralari qo'llaniladi. Mana shu tadbirkorlar haqida aytib o'tdingiz. Tadbirkorlar uchun mana shunday raqamli markirovkalangan mahsulotni, tovarni sotish qanchalik qulay? Birinchi navbatda chek shakllantirish jarayonida mana suvdagi markirovka kodini ko'radigan bo'lsak, qulay qilib yuqori qismiga qopqog'iga o'rnatilgan maxsus qurilmada 2D skanerda ushbu markirovka kodini aniqlash orqali avtomat tarzda chekda ham uni shakllantirib bera oladi. Qolaversa, o'zlari sotayotgan mahsulotini haqiqiy ekanligini shu orqali bilishadi va qalbaki mahsulot sotib, ularga keyinchalik risk bo'lishini oldini olishga imkon beradi. Bugun mana shu tizim bizga qanchalik iqtisodiyotimizga foyda keltiryapti? Markirovka qilinadigan mahsulotlarni maxsus qurilmalar, ya'ni 2D skaner qurilmalari orqali o'qitilmagan holda chek shakllantira olmaydi yokida markirovka belgilari o'qitilmagan holda elektron hisob fakturalar ham rasmiylashtira olmaydi. Tabiiyki, o'z navbatida tadbirkorlik subyekti realizatsiya qilish jarayonida markirovka belgisini ko'rsatgandan keyin chek berishi yoki hisob faktura rasmiylashtirishi mumkin va shu orqali tabiiyki iqtisodiy tushumlarning ortishiga imkon beradi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 30% ga bugungi kunda shu tushumlarni markirovka qilinadigan mahsulotlar tushumi ortishiga imkon beryapti.
Mana so'nggi 2 yil ichidagi ma'lumot. Bu albatta juda ham yaxshi ko'rsatkich va o'ylaymanki bu tizim takomillashtiriladi, to'g'rimi? Albatta, siz aytganingizdek tizimni takomillashtirish, jumladan yuqorida aytib o'tganimizdek, hozirda 6 turdagi mahsulotlar majburiy tarzda raqamli markirovkadan o'tkazilayotgan bo'lsa, kelgusida bu mahsulotlar doirasini kengaytirish orqali ana shu iqtisodiyotni tushumini yanada ortishiga xizmat qilishi mumkin. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Albatta bu yo'nalishdagi intervyularimizni hali davom ettiramiz va iste'molchilarimizdan iltimos qilib qolardikki, aynan markirovkalangan mahsulotni sotib oling. Zero bu o'sha mahsulotning haqiqiy ekanligidan dalolat bo'lsa, qolaversa iqtisodiyotimizga ham siz bevosita hissa qo'shgan bo'lasiz. Keyingi suhbatlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.